Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum YouTube kanalim obunachilari. Bugun siz bilan o'ta muhim mavzuda gaplashamiz, ya'ni pora berish, pora olish, korrupsiya. Bilasizlarmi? Pora oldi berdisida eng ko'p uchraydigan fojia bu jabrlanuvchilarni o'zi jinoyatchiga aylanib qolishidir. Ko'pchilik insonlar pora olish, berishda qanday qilib jabrlanuvchidan jinoyatchiga aylanib qolishi o'rtasidagi chegarani bilmaydi. Bugun shu bo'yicha batafsil gaplashamiz. Sizga bu haqida demak 4 ta qoida yoki 4 ta qadam bilan tushuntirib o'taman. Do'stlar, demak birinchi qoida. Sizdan pora berishi demak talab qilishgandan boshlab siz jabrlanuvchi bo'lasiz. Qachonki siz pora bergandan keyin esa siz demak jinoyatchiga aylanasiz. Buni hozir bir-biridan farqini, qanday qilib jazodan qutulib qolish mumkin, sizga yetkazilgan zarar undirib beriladimi, yo'qmi, shu haqida batafsil gaplashamiz. Endi faraz qilamiz, sizdan demak mansabdor shaxs pora berishni talab qildi. Siz qo'rquvdan yoki qonunni yaxshi tushunmaganingizdan yoki bo'lmasa o'zingizni ishingizni bitirishga demak umid qilib turib siz pul berdingiz yoki qimmatli boyliklar, qimmatbaho boyliklarni demak pora sifatida berdingiz. Qachon siz jabrlanuvchi bo'lasiz va qachon siz demak jinoyatchiga aylanasiz. Bu joyda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3 ta moddasi bor. Bu 210-moddasi bu pora olish, 211-moddasi pora berish, 212-moddasi bu pora olish berishda vositachilik qilish. Bularni bir-biridan farqlab olishimiz kerak birinchi navbatda. Ikkinchidan bitta narsani aytib o'taman. Hozir O'zbekiston Respublikasidagi bu uchala moddani bo'yicha jinoyatga beriladigan jazo uchalasida ham bir xil. Ya'ni o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiradi. Ya'ni 15 yilgacha demak qamoq jazosi bo'lishi mumkin. Demak, sizdan pora talab qilingandan boshlab siz jabrlanuvchi bo'lasiz. Bu nima degani? Sizdan kimdir mansabdor shaxs demak pora berishi, demak tovlamachilik yo'li bilan sizdan talab qildi. Ko'pchilik insonlar qiladigan xatosi uni talab qilgani haqida o'zi dalil yig'ishga harakat qiladi. Ya'ni audio, video yozuvlarga olishga harakat qiladi. Lekin bitta narsani bilib qo'ying. Siz demak pora sifatida pulni berganingizdan keyin siz avtomatik ravishda jabrlanuvchidan jinoyatchiga o'tasiz. Endi faqatgina jabrlanuvchi bo'lib qolish uchun birinchi qiladigan ishingiz sizdan pora talab qilingandan keyin o'z xohishingiz bilan demak huquq-tartibot organlariga murojaat qilishingiz kerak. Va murojaat qilganingizdan keyin agar siz o'zingizni pulingiz yoki huquq-tartibot organlari tomonidan, operativ xodimlari tomonidan sizga demak mulyaj sifatida o'sha pora predmeti pulni berib turib, pora berayotgan paytingizda demak tadbir qilib turib ushlanadigan bo'lsa, pora talab qilgan inson, bunda siz jabrlanuvchi bo'lasiz. Agar shu holatda sizga zarar yetkazilgan bo'lsa, demak sudda zararni undirib olishingiz mumkin. Endi bu holatda dalillar faqatgina tegishli tartibda huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda yig'ilgandagina demak dalil sifatida o'tadi. O'z boshimchalik qilib dalil yig'ish bu yerda kerak emas, chunki bu murakkab jinoyat turi hisoblanadi. Endi yana bitta narsa. Siz hech kimga murojaat qilmadingiz, lekin siz porani berdingiz. Endi pora berganingizdan keyin tavba qilish instituti degan narsa bor. Bu yerda pora berganingizda ikkita narsa bo'lishi kerak sizda. Birinchidan, siz pora berishingiz uchun mansabdor shaxs, ya'ni pora oluvchi sizdan tovlamachilik qilgan bo'lishi kerak. Ya'ni agar faqatgina shu pulni berganingdagina men seni ishingni bitirib beraman deb tovlamachilik qilish kerak va siz 30 kun ichida muddat belgilangan 30 kun ichida huquq-tartibot organlariga ariza bilan yozib murojaat qilib jinoyat
ishini ochishda faol yordam berishingiz kerak. Ana o'shandagina siz demak jinoiy javobgarlikdan ozod bo'lasiz. Bitta narsaga e'tibor bering. Pora berib bo'lganingizdan keyin siz avtomatik ravishda jinoyatchisiz. Lekin tavba qilish instituti ishlanadi va men aytgan yuqoridagi shu ikkita narsa, birinchisi tovlamachilik, ikkinchisi 30 kun muddat ichida siz o'z xohishingiz bilan demak huquq tartibot organlariga ariza bilan murojaat qilib jinoyat ishini ochishga faol yordam bergan bo'lsangizgina javobgarlikdan ozod bo'lasiz. Ya'ni siz jinoyatchi bo'lib qolasiz, lekin jazoga tortilmaysiz. Va yana bitta narsani aniq biling, sizga yetkazilgan zarar qoplanmaydi. Ya'ni o'sha pora predmeti bergan pulingiz bu davlatga musodara qilinadi. Yana bitta narsa, endi 3-jinoyat turiga o'tamiz. Bu 212-modda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi bu vositachilik qilish. Vositachi degani bu pora berayotgan va pora olayotgan insonni o'rtasida bevosita vositachi bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni bitta do'stingiz sizga iltimos qilishi mumkin. Mana shu narsa pul, shuni shu tanishga olib borib berishing kerak. Yoki sizdan o'zingiz tanishingizga mana shu pulni berib qo'yishni iltimos qildi. Mana shunaqa holatlarda endi har bitta holatga chuqur yondoshiladi. Unda sizning maqsadingiz nima bo'lgan, bu narsalar holat bo'yicha ko'rib chiqiladi. Lekin shunaqa holatda siz vositachi bo'lib qolishingiz mumkin. Va vositachi bo'lganda ham siz olib borib pulni pora beruvchidan olib turib, pora oluvchiga olib borib berganingizdan keyin jinoyat yakunlangan hisoblanadi va siz avtomatik ravishda jinoyatchi bo'lib qolasiz. Lekin bunda ham tavba qilish instituti bor. Bunda ham muddat qo'yilgan. 30 kun ichida siz demak huquq tartibot organiga o'z xohishingiz bilan borib ariza bersangiz va jinoyat ochilishiga faol yordam ko'rsatsangizgina siz javobgarlikdan ozod bo'lasiz. Ya'ni jinoyatchi bo'lasiz, lekin javobgarlikka tortilmaysiz. Endi sizga bugun yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan xulosa qismi, siz o'zingiz O'zbekiston Respublikasi demak Jinoyat kodeksining 210, 211, 212-moddalarini ochib ko'rishingiz mumkin. O'qing agar shunaqa holatlarga tushgan bo'lsangiz va eng muhim narsalarni eslab qoling. Agar jinoyatdan demak qutulmoqchi bo'lsangiz, jazodan qutulmoqchi bo'lsangiz, sizda demak pora bergan bo'lsangiz ham 30 kunlik muddat ichida agar u tovlamachilik qilgan bo'lsa, gina siz qutulib qolasiz. Agar siz o'z xohishingiz bilan bergan bo'lsangiz-chi? Agar siz o'z xohishingiz bilan bergan bo'lsangiz, siz 100% jinoyatchiga aylanasiz. Va siz pora oluvchi bilan bir xil turdagi demak jazoni o'tashingizga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda men ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman, demak huquq tartibot organlari tomonidan tarqatilayotgan bir xil ma'lumotlar bor. Ya'ni unda mana shunaqa bitta holat bo'yicha 1 yil oldin bo'lgan holatlar bo'yicha demak kim jabr ko'rgan bo'lsa, u jabrlanuvchilar bizga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Sizning demak ma'lumotlaringiz sir saqlanadi degan ma'lumotlarni tarqatishadi. Bitta narsani yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Agar siz o'sha kimgadir mansabdor shaxsga 1 yil oldin siz qimmatli boyliklarni yoki pulni nimanidir bajarib berishi evaziga, ya'ni pora sifatida bergan bo'lsangiz, oradan 1 yil o'tgandan keyin siz ariza bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, siz 100% jinoyatchiga aylanishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda siz advokatga murojaat qiling. Ya'ni bilibmi, bilmasdanmi o'zingizdan o'zingiz borib ariza yozib murojaat qiladigan bo'lsangiz, agar shu jinoyat ishi bo'yicha haligi mansabdor shaxs pora olishda aybdor bo'ladigan bo'lsa, siz ham avtomatik ravishda demak pora berishda jinoyatchiga aylanasiz. Keyin sizda bo'ladigan holat, birinchidan siz jinoyatchi bo'lib jazodan qocha olmaysiz. Jazoga tortilasiz. Pora oluvchi bilan bir xil. Ikkinchidan siz o'sha o'zingiz bergan qimmatli boyliklarni, ya'ni jabrlanuvchi sifatida pullaringizni undira olmaysiz. Davlatga musodara
qilinadi. Endi sizni ma'lumotlaringiz sir saqlanadi degan narsaga urg'u berib o'tmoqchi edim advokat sifatida. Ishoning, agar jinoyat ishi ochilsa va jinoyatda tergov boshlangan bo'lsa, sizni bergan ma'lumotlaringiz sifat hammasi demak tergov davomida tekshiriladi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, to'g'ri ommaga oshkor qilinmasligi mumkin. Lekin sudda har bitta dalil, har bitta siz yozgan arizangiz, har bitta holat ipidan ignasigacha tekshirilishi shart. Anonim bo'lib o'tib keta olmaysiz sudda. O'shaning uchun shu qoidalarni siz aniq tushunib olishingiz kerak va qilayotgan va kelajakda qilinadigan ishlaringizni aniq rejalashtirib advokat bilan maslahatlashib keyin qilishni tavsiya qilaman. Yana bitta narsa, tak. Siz agar o'sha tergovga yoki boshqa kimdir siz haqingizda ma'lumot berdi va pora berganligingiz to'g'risida ma'lumotlar olindida, sizga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatmalar yo'q, lekin sizdan savol bilan so'rashyapti tergovchilar. Shunaqa holat bo'lganmi, yo'qmi? Bitta narsani aniq tushunib oling. Konstitutsiya shu paytda ishga tushadi. Ya'ni sizni qo'rqitishadi. Agar mana shu bo'yicha guvohlik bermasang yoki ma'lumot bermasang, seni jinoyat javobgarlikka tortamiz deb qo'rqitishadi. Bitta narsani aniq tushunib oling. Siz o'zingizga qarshi ishlaydigan narsalar, holat bo'yicha hech kimga hech qanaqa demak ko'rsatma berishga majbur emassiz. Do'stlar, shu video agar sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Kimlargadir bu juda ham muhim bo'lishi mumkin. Yana keyingi videolarda xuddi shunaqa holat pora berish bilan bog'liq, lekin firibgarlik yo'li bilan birgalikda kelganda siz jabrlanuvchi bo'lasizmi? Sizga yetkazilgan zarar qoplanadimi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.